Endi anjir yegim kelyapti. Sen mani yegin, ha, mani yegin. O'z homilador bo'lganiga 2 oy bo'ldi, lekin bir vagon narsani yeb tashlading. Men emas, bola xohlayapti. O, mahluqcha. Sen o'zingning nafsing bilan bolaning nafsini adashtirma. Alo, oyijon. Men bu bemehr o'g'lingizga bir oydan beri anjir olib keling desam, olib kelib bermayapti. Anjir yemay har balo bo'lgur. Tushundingmi? Hozir anjirroq kelaydi. Keyin sen bilan lokma-lok gaplashaman. Bu davr mezza davrda. Menga unaqa qarama. Bu qarashing juda tanishda. Shu paytda bitta sushi bo'lsa, ketardi-da. Sen bir kun yorilib o'lasan. Narsing bor-ku, mollikidek. Oyijon, shu uyda meni qadrim bitta sushichalik bo'la olmadi. Sen bu dunyoning odami emassan. Bu dunyoda неожиданно tug'ilgansan. O iplas 20 martada ortiq olib kelib berdim. Yana nima qilay? Oyijon qo'yib qo'ydi-da. Qaytib qilaymi? Gapingiz bormi? Alo. Ha, oyijon. Bo'ldi. Olib beraman. Zapchonnisidan bo'lsin. Hali bola tug'ilsin, sen bilan gaplashaman. Nima qilasiz? Yana bitta tug'asan. Короче, kelishingizda 5 six sochniy shashlik bilan 2 ta kopchoniy baliqni olganingizdan keyin svejiy, dirkillagan uzum olib keling. Yo'q, aytishardi. Ayol kishi homiladorlik vaqtida eng chiroyli davri bo'lar ekanda, lekin sen homilador bo'lgandan keyin eng qo'rqinchli davring bo'lib ketyapti. Iplas ekansan. Dadasi, bizda hozir neobichniy davr. Aytmasam o'lib qolishim aniq. Xullas endi tillani tuzga botirib yegim kelyapti. Xotin, seni qorning kattalashgani sari bori, mana miyang kichrayib ketyapti. Oyijonga aytsam, baribir olib berasiz. Shuning uchun ovora bo'lmang deb dugonalarimdan surishtirib qo'ydim. Miyasi chirib ketibdi. Alayskida Diamant degan tilla do'kon bor ekan. Tillalari arzon, sifatli, bo'lib to'lashga ham bor ekan. O'sha yerdan 50 gram tilla olib kelsangiz, kechga bir o'zin chaqlardik-da. Sana mana miyang bilan nafsingda bor-ku, nosozlik bor. Sen bilan do'konga emas, ustaxonaga borish kerak.